Jahon chempionati 2026 qanday qilib davom etishi kerak? Tarixdagi eng yirik jahon chempionati 11 iyun kuni boshlanadi va uni kuzatishning har qachongidan ham ko'p usullari mavjud. Tuxel 11 yoshgacha bo'lganlar jamoasining savollariga javob beradi. Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel jahon chempionatiga chiqish oldidan 11 yoshgacha bo'lgan futbolchilarning savollariga javob berdi. FIFA Jahon chempionati 2026 terma jamoalar uchun asosiy lager mashg'ulotlari qayerda? Jahon chempionati 2026 uchun FIFAning 9 ta yangi qoidasi, shu jumladan to'pni to'plash, darvozaga zarba berish va burchaklar, temirror. 2026 yilgi Jahon chempionati uchun FIFAning 9 ta yangi qoidalari, shu jumladan to'pni to'plash, darvozaga zarba berish va burchaklar, temirror. Jahon chempionati 2026 taqvimi: AQSh, Kanada va Meksikada qayerda tomosha qilish kerak? New York Times